Bolajonlar, qaranglar, hozir Abdulloh bilan mashinada o'tirib, hop, mashina haqida gap chiqib qoldi. Meni mashinamni prezident qilmayapti. Men bunga aytaman, baraka topib ko'r, bu mashinada men 1,5 ton yuk tashiyman. Mashina baquvvat. Desam, ya, mashinani shaldirroq bo'lib qolgan, garajga sotib alishtirib, balovatlar deydi. Men aytdim bunga, "Voy, birodar, bu mashina kerak bo'lsa sani Buxoro Samarqandga olib borib keladi" desam, "Ya, короче, sot alishtirib." Endi men bunga nima deyapman? Davay dedi, spor o'ynadik xullas. Men mashinada yon boshlab olganini qaranglar. Katta xolasinikida o'tirganda. Samarqand, Buxoro, Xorazmga olib borib kelmoqchiman. Shu narsaga dogovorlashdik. Sizlar ham kuzatib turinglar, inshaalloh. Gapimni uddasidan chiqib, Xudo xolasa Xorazmga olib borib kelaman. Agar ha? Olib borib kela olmasam, mana Ramazon kunlarida o'rta bitta iftorlayman-da. Lekin inshaalloh olib borib kelsam, iftorlaysanman. Qachon boramiz? Sizlar ham kuzatib turinglar, like. Qachon boramiz? Qachon boramiz? Bugun mana soat Ya, mana hozir 12 da chiqib ketamiz. Agar borishga talabgorlar bo'lsa, Xorazmga borishga ishqibozlar bo'lsa, mashinamiz orqasini hamma biladi o'rtoqlarimiz. Joyi keng. Orqasiga bitta ko'rpa to'sha qilib beramiz. Yonboshlar bir pila choy ichib borib kelasizlar. Lekin meni gapim gap, inshaalloh olib borib kelaman. Kuzatib boringlar, ko'ramiz. Shu mashina Xorazmga bora oladimi yo'qmi? Boradi, Xudo xolasa. Ko'ramiz.